chigirtka, qurt kavurmalari, sakkizag'ak, krevetka, lag'monimizni masallig'i. E'tibor bermaymiz ancha-muncha narsaga. Aeroportdan shahar markaziga keldik. Biz kelgan avtobus. Nimaga avtobusda keldik? Avtobusda $2 keldik shahar markaziga. Taksida $20 bo'lar ekan. Ko'p turistlar shu avtobusdan foydalanar ekan. Bangkok, Tailand ko'chalari. Har tarafda kichkina kuxnyalar, oshxonalar. 7-Eleven, kruglosutочный ishlaydigan market. Biz bu xonani 5-6 kun oldin band qilib qo'ygandik. 2 kishiga turk puliga 650 lira bo'ldi. $16-17. Turkiya kartasidan Krungsri degan bankdan pul chiqardik. Tailand Bahti pulini chiqarib berdi. 2000 lira. 2000 Bahti. Tailandda ikkinchi kunimizda hammaga assalomu alaykum. Tailand poytaxti Bangkokdamiz hozir. Tailand aholisi 70 million, Bangkokda 10 million. 2019-2020 dunyo bo'yicha eng ko'p turist keladigan shaharlar bo'yicha birinchi o'rinni egallagan Bangkok. Aholisini 95% buddist, 5% musulmon. Ko'p joyda emas, ba'zi joylarda masjidlar bor ekan. Halol foodlar, halol oshxonalar, restoranlar bor ekan. Asosan it go'shti, cho'chqa go'shtiga ovqat ko'chalarda. Ko'cha ovqatlari juda ko'p. Ular hammasi aksari harom. Restoran, kafelarda o'zi halol bo'lsa, halol deb yozib belgi qo'yib qo'ygan ekan. Dollar kursi $1.33 lira, deyarli 1:1 Turkiya puli bilan bir xil ekan. Hisoblashga rosa oson bo'ldi bizga. Suvlar, yeb ichadigan deyarli Turkiya bilan bir xil. 7-Eleven Markaz Amerika ko'p joyda bor ekan, filial, deyarli har mahallada, har ko'chada bor ekan. Narsalar boshqa joyga qaraganda ancha arzon. Tailand, Bangkok ko'chalari, ko'cha ovqatlar juda ko'p ekan. Eshitishim bo'yicha ko'p uylarda oshxonasi ham yo'q ekan, hatto juda ko'pchilik ko'chadan ovqatlanar ekan, yo'l ekan. Ko'chadan ovqatlansa, aksincha uyda qilib yegandan ko'ra arzonga tushadi ekan bular uchun. Masjidga boradigan kichkina yo'l. Masjid peshinga ozgina qoldi. Peshinda o'qiymiz. Bizda bozorlarda yoki ko'chalarda kiyim magazin, telefon magazin ko'p bo'lsa bu yerda deyarli har qadamda ko'cha ovqatlari, meva, suv, meva shunday ekan. No. Ko'p joylar ochilmagan. Obed bo'ldi. Havo rosa issiq, 35 gradus issiq ko'rsatyapti pagoda. 7-Eleven marketga keldim. Suv narxlari hammamizga kerak. 9 bati. Chipslar 45, $1 dan ozgina qimmat. Tayyor ovqatlar $1 atrofida ekan. Sushilar mana paket shaklda uyda kesib yeydigan holatda tayyor. Roltonda 100 xili bor shekilli bu yerda. Dasharaksi 7 bati ekan eng arzoni. Adashmasam 7 bati. Dengiz mahsuloti krevetkaligilar. Har xil bor ekan o'ziga.
Valyutalarda pul maydalash sistemasi ajoyib ekan. Masalan, 5 dollardan 20 dollargacha maydalamoqchi bo'lsa, alohida kurs berilar ekan. 20 dan 100 gacha alohida kurs, 100 dan 200 gacha, 100 dan 200 gacha yana alohida kurs. Qimmatroq bo'lib ketar ekan. Mana men nima ko'rdim. Olma ha. Yangi Bangkokga kelishyapmiz shopir bilan. 100 dedi, biz 60 ga kelishdik. Hop, taksimizga chiqdik. Motor taksi. Go bro. You not pay after finish, you pay him, not now. Good. Buddhistlar mana. Big Buddha, lucky Buddha. sitting Buddha. And you know lucky Buddha. Lucky Buddha. Yeah. Rasa zo'r butlar bor deyapti, olib ket deyapti. Yana bir masjidga kirdik. Bu bola Tailandlik musulmon ekan. Ko'p joyda tavsiya qildi aylanishlik uchun, ko'rishlik uchun. Bu ko'chada deyapti, polni Tailandlik musulmonlar ovqat qilib narsa sotadi deyapti. Hammasi halol deyapti. Bitta shundan aytdim. Lyuks joyda bizga berdi. Lamanimizni masalladı. Oh. Ovqatimiz keldi. Tatib ko'rmadim. Uyg'urlarda salata bo'lardi, kraxmal, gampizza degan shu salatni masallaga o'xshash ketar ekan. Bu hammamiz biladigan krevetka. Bu limon, ko'k limon. Kema taksiga chiqiladigan asrofga. Meyve bozor, ajdar meyvasi. Bittasi $1 ekan. Ananas. Bu ananas ko'pligini qarang. Mango narxlari. Ba'zilari 15 bati, ba'zilari 45, 50, $1 atrof. $1, $1,5 ekan bir donasi. Bitta ananas olyapmiz. 45 liraga kesib tayyor qilib berar. Yes. Thank you, madam. $1,5 bitta ananas, yanada nimadir ham bor ekan. Men hayotimda bunaqa mazali ananas yemagandim. Juda ham mazali ekan. Mana mashina yurganda ham asosan o'ng tarafda mashina ketadi, chap tarafdan keladi-ku. Bu yerda o'ng tarafdan kelib, chap tarafdan ketadi ekan. Yurish ham teskari, rol teskari bo'lganligi sababli. Tailanddan 3-kunimizdan hammaga assalomu alaykum. Hotelimizni qisqacha obzor qilib bermoqchiman. Balla degan hotel. Bangkokning eng sentr joylaridan, katta yo'l orqa tarafida
Biz internetdan oldik. Bizga kunlik bir kishi uchun 4,5 dollardan to'g'ri kelyapti. Tailand puliga 300 bati, turk puliga ham 300 ga to'g'ri keladi. Ishlarida sharoitlar ancha yaxshi, ventilyatorlar, dushlar, xonalar, pokizaliklar juda ham yaxshi. Avtobus oстановkasiga keldik. Artfit degan bizga 15-avtobus kerak. Sakkiz baxti bir kishi uchun yo'l kira. Svetoforning boshida biz turibmiz. Deyarli 5 minut. Qizil yonmadi. Svetofor ishlamayaptimi desak, yo'q, ishlayapti. Shunchalik uzoq kutilardi. Haqiqiy naturalniy choylar, sham qo'yib tagiga. Arablar juda ko'p ko'rdim. Saudiyalik. Ba'zan ruslar. Sakkiz arab. Shashligi 300 bat yemoqchi bo'lganlarga 8 dollar atrof. Krevetka mana men izlagan chigirtka, qurt kavurmalari. Shunda butlar ba'zan uydan chiqishda, ba'zan ko'chani boshida yoki bo'lmasam katta yo'lda boshida bo'lar ekan. Ertalab ishga ketayotib yoki obedda yoki kechga mahal oldiga shirinlik qo'yib, gul qo'yib yoki qandaydir ichimlik qo'yib, shulardan so'rar ekan, butlardan sig'inib, biz ishimizni och, yo'llarimni to'g'ri qil, ishlarim o'ngidan kelsin deb shunday so'rab keyin ishlariga ketishar ekan. Shunday ishonch bor ekan shularda, avloddan avlodga. Filni ham qandaydir ma'bud deb ibodat qilishar ekan. Haligi biz yoshligimizda kino ham bo'lardi. Ong Bang degan kino. Ibodat qiladigan filini butini olib ketishib qoladi. Shuni qutqarish uchun ancha kurashadi kinoda.